Assalomu alaykum sizlar hammaga do'stlar. Sizlar bilan yana G'ayro YouTube kanali. Xo'p, bugungi biz kelgan Nev eventni obzor qilamiz. Mana baliq event keldi. Judayam bir zo'r eventlardan deb aytishdi. Viktor bilan borishni bosing, o'zim boraman. Viktor bilan degani u menimcha teleport bo'lsa kerak. Hozir biz teleportdan kirmadik, fraksiyadan kirdik. Hop, mana ularni ko'rib chiqamiz, sovg'alarni. Premium sovg'alar bor ekan. Bepullarga ham bor ekan. Mana bepullarga mashinalar bormikan? Ko'p mashinalar premiumda ekan. Hop, mana bepulga ham bor ekan. Menimcha M590 Cadillac ham bor ekan bepulga mana. Hop, yaxshi. Oxirgi ham bepul mashina bor ekan. Premiumda ham normal mashinalar bor ekan. Hop, premium sotib olish 3000 GS ekan. Dedi bu degani 180 minglarga 3000 GS sotib olish kerak degani. Murojaat qilaverasizlar, GS kerak bo'lsa sotib olmoqchi bo'lsanglar menga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zim tashlab beraman GSlarni ham. Hop, bu keyslar ham juda ham qimmat. Hop, bu narsalarga hozircha tushunmadim, chunki eventga borib ko'rib chiqish kerak. Bu narsalarni menimcha eng yaxshi baliq tutadigan joy menimcha yashili eng zo'ri bo'lsa kerak. Prichila to'g'ri bo'lib turibdi-yu. Hop, qarmoqlar sotib olish, non, liyak, g'ildirak. Shunaqa narsalar bor ekan. Inventar 50 kilogrammgacha maksimal chiqindidan 15 kilogramm. 5 donagacha ekan, kilogramm emas. Bu buyurtmalar. Mana bizda buyurtmalar tiqilib yotibdi hozircha, lekin hech qaysini bajarganimiz yo'q. Asta-asta bajarishni boshlaymiz bo'lmasam. Xo'p, turnirga keladigan bo'lsak, darajada hamma o'rinlarni ko'rsatib qo'yibdi. Men hali o'rinda ham emasman to'g'risi, chunki endi boshlandi bu sovg'alar juda ham past. Oylik globalga o'tsak, global sovg'alarchi maksimal 200 ku. Bu event. Hop, shunday qilib ko'rib chiqamiz hammasini. Bu yerlarda ham hammasi yopiq. Sujet. Bu zadaniyalarni qilib chiqish kerak ekan hammasini. Hop, demak hozir birinchi o'rinda qiladigan ishimiz bu eventga kelish bo'ladi. Bu eventga kelib oldik. Hop, olish mumkin. Viktor bilan borish. Mana bu narsa endi ishladi mana. Hop. Bu yerdan nimaga kiramiz? Baliq kartasi. Baliq to'plash joylari. Inventar. Bizda hozir hamma narsa bor, prosta ularni olib chiqish kerak ekan. Boshlash bo'lsamiz. %100 hozircha buzilmagan, chunki baliq tutib ko'rmadik. Nima kerak hozir bizga? So'larga bittasiga start berganmiz. Qolgan ikkitasi navbatda kutib turibdi. Короче, bir o'rganib keladi. Xo'p do'stlar, baliqni ovlashni boshlash uchun menga 1 soat uchun 20 k pul to'lab sotib olish kerak ekan. Xo'p, sotib olamiz. Xo'p, endi kelib olamiz. Mana boshlash deb chiqyapti. Qarmoq o'rnatish. Qarmoq o'rnatamiz. Boshlash hamma narsani to'liq o'rnab chiqish kerak ekan demak. Xo'p, boshlamoqdan boshlab birinchi qarmoqdan boshlaymiz. Qarmoq o'rnatamiz 100%. G'ildirak, yem. Xo'p, endi shunday kelib olasizlar. Boshlashni bo'lsamiz, yashil nuqtaga yoki sariqda любой время farqi yo'q bo'lsamiz. Xo'p, mana yerda mana shunday chiqishini kutamiz. O'sha payt bosamiz.
baliqni qistoyda olamiz, yashirinib ketmasligi kerak. Mana shu sonda kamayayotgan vaqt ichida nol bo'lgandan keyin o'sha baliq tutiladi. Mana shu yashildan qochirmasdan ushlab turish kerak. Buni esa bosib turish kerak. Bosib qo'yar, unaqa narsa kerak emas. Mana baliq tutildi, 2N birlik berdi. Xo'p, xuddi shunday yana davom etaveramiz. Mana shunday bosib, yana kutib. Xo'p, zadaniya qilamiz. Hozir ikkinchi zadaniyamiz bizga bu narsa soting deb zadaniya berishdi. Baliq 1 kilogramm baliq soting. Mana bu yerda hozir qayerda edi? Mana bu yerda ko'rsanglar. Bu yerda baliq tutish kerak, tutganmiz, lekin mana 8 tadan bitta tutilgan endi. Qolgan zadaniyani ham olishni bosib birdaniga davom ettirsanglar ham bo'lar ekan. Mana jarayonda baliq sotish kerak deyapti. Уже bitta metka qilib berdi. O'sha yerga olib borib sotib ko'ramiz. Zadaniyani shunday bajarib ketaverasizda, ketmay-ketlaydi. Birinchi hop, keldik. Hop, mana bu yerda hashtag sotib olish, bu yerda esa sotish turibdi baliqlarni. Bizda 1 kilogramm bor. Sotamiz. Zadaniyamiz bajarildi. Xo'p, yana o'rgatyapti bu narsalarni, lekin kerak emas bizga. Xo'p, chiqamiz bitta. Zadaniyaga kirib ko'ramiz. Bajarilganmi yo'qmi rostdan ham. Mana yana bir ko'raylik-da. Boshqa narsalarni ham. Xo'p, mana butun 4 kilogramm qolgan. Bu yerda demak sotilgan boyagi 1 kilogrammimiz 181 so'm bo'lib turibdi. 500 minggacha limit qo'yilgan ekan. Maksimal 500 minggacha ishlasak bo'lar ekan. Undan ko'p topib bo'lmaydi ekan. Hozir atiga 181 so'm bo'ldi. Hop, keyingisi mana ko'rsatib chiqdim hammasini. Hop, syujetga o'tamiz. Mana keyingisi ketdi yana. Hop, baliq ovlash do'konida istalgan yemni sotib oling deyishibdi. Istalgan yemni sotib oling deyishibdi. Metka qo'yib berishgan, o'sha yo'llarimiz uchun metka qo'yib berishmaydi. Hop, yem sotib olamiz. Любой время, любой bitta yem. Hop, yemlar. Chuqur bor ekan, cho'lchang bor ekan. Cho'lchang karta yoki Clash naqd orqali. Naqd. Hop, sotib oldik mana. Keyingi zadaniya 2 soatdan keyin. Bo'ldi, endi vaqt beradi, boshladi. Har bitta zadaniya oralig'ida endi vaqt bo'ladi, xuddi mana shunday. Hop, sizlar ham shunday davom etsanglar bo'ladi. Malol video yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda agar premium ola olsam, eventdan premiumgacha sotib olsam, premium sohalar bilan bo'lishamiz, mashina narxlari hammasini. Hammaga omad o'rtoqlar. Xayr.